O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ushbu farmonga muvofiq mamlakatimizda mo'tabar ayol zotiga munosib ehtirom ko'rsatish, xotin-qizlarning davlat va jamiyat hayotidagi o'rni va nufuzini oshirish, shuningdek, o'zining ko'p yillik samarali mehnati, yuqori kasbiy malakasi va mahorati bilan yurtimizdagi tub islohotlarda faol qatnashib, yangi O'zbekistonni barpo etish, xalqimiz farovonligini yuksaltirish yo'lida alohida tashabbus va ibrat ko'rsatib kelayotgan oilalarda ma'naviy axloqiy muhitni mustahkamlash, farzandlarimizni vatanga muhabbat va sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga katta hissa qo'shayotgan opa-singillarimizning bir guruhi Do'stlik ordeni, 2 darajali sog'lom avlod